Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar, aziz yurtdoshlar. Mana bizga xudo xolisa birinchi partiya Enzazadin firmasini Lajen F1 navli gibrid pomidor urug'lari kirib keldi. O'zi Lajen partiyalari turli xil bo'ladi, ya'ni Tanzaniya, Keniya, Indiya, Xitoy partiyalari bo'ladi. O'shalarda ichida eng issiqqa, kasallikka chidamli partiyasi bu Qozog'iston partiyasi hisoblanadi. Buni Lajen ekib yuradigan dehqonlar juda yaxshi bilishadi. Yer tanlamaydi. Vodiy, voha hududlariga bemalol juda yaxshi tushadi. Ishonchli, garantiyali 2025-yil xuddi shunaqa pochkada keladi. Ya'ni qalbakilari ko'payib ketganligi sababli firma har 2 yil, 3 yilda, 4 yilda pochkasini o'zgartirib turadi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqasizlar. Respublika bo'yicha dostavka xizmatlarimiz bor. Cheklanmagan miqdorda bor Lajen.